Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga shunchaki navbatdagi sun'iy intellekt emas, balki huquqiy muammolaringizni hal qilib beradigan haqiqiy yordamchi Vakil AI platformasi haqida gapirib beraman. Oddiy neyrotarmoqlar sizga qanaqadir umumiy gaplarni yozib bersa, Vakil AI aynan O'zbekiston qonunchiligi va sud bazalarini suvdek biladi. Qani uni boshqa hech qayerda yo'q fishkalarni amalda ko'ramiz. Tasavvur qiling, soliqdan qaror keldi. Uni tizimga yuklab, shikoyat yozib berishni so'raymiz. Aynan shu joyga juda qattiq e'tibor bering. Platforma siz bergan hujjatga shunchaki ko'z yugurtirib, yuzaki ariza yozib tashlamaydi. U birinchi bo'lib qonuniy muddatlarni jiddiy o'rganadi. Ana ko'rdingizmi? Arizamizning vaqti 3 yildan o'tib ketganini topdi va darhol ogohlantirdi. Eng zo'r tarafi faqatgina quruq ogohlantirish berib ketmasdan, balki shu o'tkazib yuborilgan muddatni tiklash uchun kerak bo'ladigan iltimosnomani ham, arizani ham o'zi amalda bittada yozib tayyorlab berdi. Xo'sh, sudga bersak yutish imkoniyatimiz qanaqa? Buni ham so'raymiz. Qarang, Vakil AI sud bazalarini titkilab chiqib, roppa-rosa foizlarda yutish ehtimolimizni aniq prognoz qilib beradi. Pastroqqa tushsak, xuddi biznikiga o'xshash bo'lgan 5 ta sud ishlari amaliyotini topib, sudyalar nima sababdan qanaqa qaror chiqarganini bitta chiroyli jadval qilib terib berdi. Bundagi asosiy fishkasi sudyani o'qishdir. Ishingizni qaysi sudya ko'ryapti? Masalan, sudya Ahmedov. Assistent aynan o'sha sudyaning yoki shu turdagi nizolar bo'yicha avvalgi o'xshash qarorlarni topib, amaliyotni ochib beradi. Siz sudga borishdan oldin ham hamma narsani endi bilasiz. Mabodo sudda yutqazib qo'ysangiz ham tushkunlikka tushmang. Shunchaki unga aytasiz, u esa ishingizni qayta ko'rish uchun kuchli apellyatsiya shikoyatini shakllantirib beradi. Va eng asosiysi, oxirida davlat bojini qancha to'lash kerakligi, shikoyatni qachongacha va qayerga topshirish kerakligini xuddi o'z shaxsiy yuristingizdek eslatib o'tadi. Videomizning birinchi qismi asosan sud ishlari va arizalar ustida ishlashdan iborat edi. Ikkinchi qismda esa biznes va tadbirkorlar uchun eng kerakli bo'lgan umuman boshqa zo'r fishkalarni ko'ramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.